Hammaga assalomu alaykum. Bugun 2-iyul. Shunga Mixaylovskiy Sadga vlog olmoqchi edim. Hozir Spas na Kravina oldida turibman. Mana. Hozir oldi qismiga o'tkazay. Tak. Ana odamlar sekin yig'ilyapti. Oldinga yuraveraman. Turistlar ham yomg'irga qaramay chiqishgan. Shunga sekin yuraveramiz. Bitta sal mana granitlar o'ynab qo'ygan. Shunga hushyorroq bo'lish kerak mana. O'ynayapti. Tak, уже ochilish kerak edi. Hozir soat necha? Soat 10 bo'lgan. Biz ko'raylikchi. Xullas, hozir ochdi. Sal shubhalanib turibman. Sekin orqamda Spas na Kravi. Hozir sekin oldinga yuraveraman. Qani, kirgizisharmikan, yo'qmikan? Ketdik. Daraxtga qarang. Ko'cha yorug'i, просто yomg'irda hisobiga hozir maydalab yomg'ir yog'yapti. Yomg'irda hisobiga bo'lsa kerak. Daraxtni kattaligini qarang. Bu kameradan unaqa bilinmaydi-yu, просто oldinga kelgan odam zo'r biladi-da. Tak, bitta ham dub через чаты 1907-yilda после установки ограды Парланда, период правления Николая II. Bu tarafga borsak bo'larmikan, yo'qmikan? Endi yuraveraylikchi bo'lmasa. Yomg'ir mayda bo'lishiga qaramay chiqdim, chunki odam kamligida olmasangiz, odam ko'payib ketsa ham bo'lmaydi. Yo'q, просто qumda to'kishganmi deyman. Skameykachasi. Oyog'im bilan yurish mumkin emas shekilli. Spesialni znak qo'yib qo'yishibdi. Buni podorожник deydi, adashmasam. Mana. Tak, bu bino injenerning ko'chasidan tushgan bino. Tak, hozir bo'lmasam bu yoqdan emas, bu yoqdan yuraman. Bundaysiga. Ko'chada yomg'ir uncha emas, no daraxtlarning ko'pligini hisobiga bo'lsa kerak. Daraxtga qarang, kattaligini.
yorug'roq qilay. Bu yerda qanaqadir eksponatlar qo'yilgan, faqat ular remontdami deyman, yopiq. Yopiq. Tak, bu tarafga yuraverayin bo'lmasam. Bu tarafga bu yoq bilan bunday aylanib boraman. Chunki men mana lesni o'rtasi bilan yurmoqchiman. Yo'l bilan. Bu Mixaylovskiy sadam kichkina emas shekilli o'zi. Tak, chekish mumkin emas deyilgani, no. Ham qaysidir joylarga kamera qo'yilgan bo'lishi ham mumkin. Ko'pchilik ko'rmaydi, hech kim bilmaydi deb. Tak. Bunday yuraveray. Hamma joyda aqrandi budkalar turibdi-yu. Mabodo kimdir chekadigan bo'lsa ham, yoqadir qonun buzadigan bo'lsa ham, mana bino. Buni, короче, ro'parasi Mixaylovskiy zamakda. O'tgan videomda shuni chegarasining yonini o'tganimda ko'rsatdim. Yomg'ir sal tezlashibdi. Binoni qarang. Betga hozir endi ochildi. Shuni hisobiga odam prinsipi yo'q. Baribir vaqtliroq kelgan yaxshi-da. Mana oldi qismi. Tak, to'g'ri yuraylik. Oyog'im bilan yurish mumkin emas gazonni ustidan. Mana archasi. Hozir gullari
O'rmonni qarang. Daraxtlar juda ham ko'p. Mana bitta hovuzi. Ko'l, mini. O'sha paytda ham ilojisini qilishgan. Suvli ko'l yo kichkina ko'llanib turgan joylarni kengaytirishgan. Tak. Bu tarafga yuray. Mana shu mostigini yaqinda bir yo'ldan vlog olib yurganimda bir chol menga maqtovdi. Mana shu yerga kelib bir ko'rib ketgan yaxshi joylarni. Bu taraf sal quruqroq ekan. Most. То есть ko'lning yoniga mana toshlarni akkuratno tergan. Shu mana yoqdagi tuproq loylar oqib ko'lni to'ldirmasin deb. Mana mostligi ham bilinmaydi, shu darajalik qalin temirda qilganda list. Men adashmasam mana shu binoni oldidan mana yo'l yoqalab bunday yuruvdim o'tgan safar. Bu ko'li bunday kelib narigi tarafga qarab chiqqanda tushunishim bo'yicha. U taraf bekigim ekan. Yuraveraylikchi. Mana yoqda Chugunni mostik debdi. Русский музей, Михайловский сад. Так, mana yerda nima degan? Elemenты чугунного моста 1970-yili. Arxeologические работы 2002-yil. Mana shu mostda remont qilgan shekilli. Mana Counterforce. Художественные листья. Mana buni aytgan. Ikkita taraf, hamma taraf shunaqa qilinganmi deymi? Fotografiya 2016-yil kuzida olingan shekilli, daraxtlar sarg'ayib yotibdi. Fragment ferma debdi. 2002-yil. 1900-yili olingan rasm. Mana yaqinroq borib ko'rsatay. Bu rasm o'zi черно-белыйda, shunga videoda ham unaqa zo'r chiqmaydi. Fasad Chugunova mosta degan. 1826. Church из отечественного альбома deb. Albomdan olingan. Hozir skameykalarni qarang.
hozir bu yerga odamlar kirsa ham kirib o'tira olmaydi-da. Chunki hamma skameykalar suv bo'lib yotibdi-yu. Bu yerda endi ziyorat qilish mana Mixaylovskiy zamok, ya'ni Mixaylovskiy qasr. Bu o'zerani ko'li mana yoqdan suv chiqsa kerak. Bu yoqdan suv chiqib bunday yuradi shekilli-da. Bu yerdan ketadigan vроде бы joy yopiq-u, no balkim pastki qismida turbasi bordir. Kim biladi? O'tlarni kesib qo'ygan. Tak. Даже har bitta skameykani tagiga toshlarni отдельно terishibdi. İşte bu skameykani tagi cho'kib ketmasin deganmi? Yo odamlar o'tiraversa, yuraversa bosilib qoladi-yu, shuni oldini olish uchun degan menimcha. Tak, bular ham hali yopiq. Endi bugun bu tarafdan vроде бы chiqib ketsa ham bo'ladi. Так. Pavilyon arxitektori K.I. Rossi debdi. Evet, чугунный mostik yozilgan. Зеленое убранство Михайловского сада. Mana pavilyon Rossi ekanda. Mana shu binoni oldidan yuruvdim shekilli hozir. Tak, men bo'lmasam hozir bu tarafga qaytaman. Faqat mana bu binoni oldiga borishim kerak bu taraf bilan. Hamma joyda охранani budkasi qo'yilgan. Kimdir agar narushение qilsa, kelib shunday olib chiqib ketadi. Vроде бы hali endi yoz, lekin ko'p daraxtlarning bariga bitta shunaqa to'kilar ekan shekilli. Tak. Men o'tgan safar narigi vlogimda yo'lni bu tarafidan oluvdim. Mana shu zdaniyani oldi qismini. Hozir tarafga kelayin. Ana işte partandaqa bo'lib qolibdi. Mana turib qolibdi. Mana ana shu pavilyon. Buni hozir oldi qismiga o'tib bir olaman-da. Добро пожаловать напротив Русского музея, павильон Росси. Buni bitta naprotiv degan, buni anosida vроде бы yo'q. Bu Rусский muzey hisoblanadi-da.
Uni ro'parasida. Yomon chiroyli qilib ekishibdi lekin. Tak, bu kim ekan? Yig'layotganga o'xshaydi yomg'irda. Hisobiga. Portret A.I. Ivanova 1860-yil. Bu originalnimi? Bu original debdi. Mana. Tiniqroq qilaman. Mana bu 1834-1907. Ruskiy muzey Atlit 2000-yil qo'yilgan ekan. Mana bu yerda ismi ham yozilgan. Shunisiga men qaramabman. Tak. Bu kimda byusti ekan? Bu ham yig'layotganga o'xshaydi. Portret K.P. Brylova 1837-yil. Bu originaldir. I.P. Vitaliy 1794-1855. Mana. Ikkita qo'yilibdi. Yana bu yerda bitta bor. Chiqaylikchi. Так, bunday kelsak. Yorug'roq bo'lmayapti-yu. Chunki orqa taraf yorug'da. Portret K.I. Rossi degan. 1812-1864. Tak, men endi bo'lmasam bu taraf bilan yurishim kerak edi, lekin men bu tarafda qisqa yo'lni ko'ryapman. Shu taraf bilan boraman. Mana shunaqa odamlar kelib shunday turishadi. Tak. Agar bunday yursam, bundaysiga chiqib ketaman. Agar bunday yursam, bundaysiga aylanib chiqib ketishim mumkin. Bunday yuraveraylik. Lesi ham, bu bog'i ham juda ham katta-da. Juda ham yashil, ham yomg'ir yog'yapti. Bu o'simliklarga yanada motivatsiya beradi-da o'sishiga. Bizlarda ham shunaqa o'rmonlar bo'lsa edi. Ko'proq. Yo'q emas, u bor-u. Bunaqa katta betdagi chalinmasda baribir. Mana hali Ponchiki kafe hali ochilmagan. Uni olmasdan ilojim yo'q-da. Mana qarang.
Yomg'ir sal kuchaydi boyagi kelganimga qaraganda. To'g'risi o'zim bilan zuntik olib yurishni yomon ko'raman. Birinchidan, ikkinchidan zuntigim yo'q. Mana daraxt boshqa daraxtlarga qaraganda ancha semizroq ekan. Hozir yaqinlashdim. Yomg'ir yog'ib turgani ham bilinyapti. Hamma mana yomg'irga qaramay mana shunaqa aylanishga kelishadi. Xudoyim. Bu yerda adashmasam restorani bor. Ona mostni yonida. Hozir bo'lmasam birinchi bu tarafga yurib, keyin orqaga qaytib, keyin bundaysiga asosiy eshikdan chiqib ketaman-da. Ko'ramiz. Mana asosiy eshik yaqin. Bu yerda nima degan? Через чатый лес. Faqat так, nima degan? Высажен 18 мая 2003 yil. Участниками и гостями открытого фестиваля искусств «Через чатый лес. Москва. Петербург» в честь 300-летия Санкт-Петербурга при содействии Русского музея на основании рекомендаций Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятного истории и культуры. Все саженцы распределены из рядовой посадки в 3 пейзажные куртины. На участке номер 3 деревья сажали. Bu yerda mana shu daraxtlarni 2003-yili qaysidir joylarda ekilgan. Mana bu yerda yosh daraxtlar bor. Menimcha shulardan. Chunki bu yerda ham daraxtlar eski daraxtlar olinsa o'rniga sirasi ekilishi kerak-ku. Shuni menimcha nazarda tutishga mana bu yerda yosh daraxtlar bor. 5-10 yilda, 20 yilda o'sha ko'zga ko'rinadigan bo'lib qoladi. Mana shularni menimcha ekishgan 2003-yildan beri 23 yil o'tibdi-da. Hozir 26-yil bo'lsa. Mana bu tarafda ham bor. Hozir bu tarafda ovolavering, qaytishda обратно bu tarafda olib kelaman mana shu yonda. Mana shu restoran bu tarafi, ko'cha tarafi oynali hisoblanadi. Ko'cha tarafdan ham ko'rinadi. Buni o'zi mana yarmisi oynadan qilingan. Tak, bu yo'q, boya
Mana bu zdaniyada turib, buni old tarafida haykallarni oluvdim. Mana restoran. İçida odam bor. Ko'chadan ham, mana parkdan kelganlarni ham qabul qilaveradi shekilli. Bu yerdan gaz o'tganmi deyman. Mana xullas bo'lmasam hozir bu tarafga yurib, imdesiga chiqib ketaman. Bu yomg'ir maydalab rosa uryapti. Mana turistik avtobus kelgan. Buni mana bu oldi zdaniyadagi bino ham muzey hisoblanadi. Mana daraxtlar ancha eski, narigi daraxtlar ancha yosh. Mana bu daraxtlar ham ancha yosh. O'zi mana shu qator почти oxirigacha yosh daraxtlarda. Так, mana основной qismga kelyapman, главный eshigim oldiga. Так, chiqib oldim, mana. Xullas, hozir chiqib oldim. Вроде bu park yomon emas. Ko'cha yomg'ir kuchayyapti. Kimgadir yoqqan bo'lsa, mana shu yerga kelib, aylanib, oilasi bilan ziyorat qilib ketsa bo'ladi. Dam olib, ham charchoq chiqadi, ham asab buzilishlar kamayadi. Kimgadir yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimni kuzatishda davom etinglar. Mana orqamda bunaqa binoning orqasida turibman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma o'zini asrasin, o'zini qadriga yetsin.